Xayrli kun, hurmatli do'stlar. Sizlarni ham so'kliklarda nima qilishga boshinglar qotib turganmiz. Sizlarga tekin maslahat hamda arzon yo'li. So'kliklar bor. Nima qilishni bilmayapsizlar. Travertin qilsammi, granit qilsammi yoki boshqa narsa. So'kilni bilasizlar, ko'p joy zag, sho'r bosib tashlab yuboradi so'killar. Granitlar qimmat bo'lib turibdi hozirgi kunda. Mana bizda bitta yechim bor. Mana bunaqangi so'kil toshlarimiz bor sotuvda. Kvadrati 60 ming so'm. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu hali laklanmagan holati. Laklanganda qop-qora bo'lib, yaltirab blisk berib turadi. Hop, buni narxi 60 ming so'm. Usta xizmati u ham 60 ming so'm. Orqasiga reka ketadi kvadratiga. 20 minglik, 25 minglik. Hop. 5 mingdan kvadratiga Samares ankerlari ketsa, sizlarga 150 mingga to'xtaydi. So'kil toshi 150 mingga to'xtayapti. Hamma yo'g'i bilan. Akalar. Nima deysizlar? 150 mingga arziyadimi, yo'qmi? Tepasi mana bunaqangi tunki fon bilan yopiladi. Tepasiga fasadni plitkamizni lazer qolipda qo'yilgan toshlarimizni qilib yopib olamiz bag'ini. Akalar, nima deysizlar? 150 mingga bundan arzonroq yo'li bormi? Bu sho'rga, zakka chidamli, tashlab yubormaydi hali. 15 yil garantiya beryapmiz aka. Akalar, nima deysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Nima qilsa bo'ladi 150 mingdan arzoniga?